kelib to'ldirib ketamizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ha, keldim. Ichkariga kirib tur. Hozir kiraman. Xo'p bo'ladi. Qizim. Voy. Nima bu yurish? Nima bo'ldi, opa? Tinchlikmi? Axir onasi o'lganlar, onasiga o'lim tilaganlar mana shunaqa sochini yoyib yuradi. Yo'q. Opa, bilaman. Men ham shunaqa deb eshitgandim. Lekin qarasam hozirgi qizlar hamma shunaqa modada yurishadi. Shunga indamay qo'ya qolgandim-da, xudo. Yo'q. Xolidaxon, kechirasiz. Menga oilasiga o'lim tilab, ko'chada sochini yoyib yuradigan qizni keragi yo'q. Sochiga qo'shib, uyimga ins-jinslarni yetaklab olib kirmoqchimi? Unaqa demang, opa. Voy Munira, qo'ysang-chi, nimalar gapsan? To'xtang. Buni turishini qarang, bezrayib. Uyga kira qol, qizim. Voy, Munira opa. Qarang, Xudo asrasin-a. Hali ertaga uyimga borib, qo'lini beliga tirab, spirgini tikka qo'yib, dasturxondan pichog'ini olmasdan duo qilib, meni qon bosimimni oshiradimi? Tush oldimga tez bo'l, valdirayverma, ketaylik. Yur. Tag'in og'zini to'ldirib maqtaganiga o'laymi buni? Voy, o'lay. Ha, yasha qizim, yasha. Rahmat. Bu nima qilganing qizim? Ha, nima qildim, oyi? Chelakni chap qo'li bilan ushlab, suvni o'ng qo'li bilan sepadi. Shuni ham bilmaysanmi? Hey, seni erta-indin uzataman deb turibman-ku. Oyi, qo'lim orib ketdi. Qo'ysizchi, nima farqi bor? Men ahamiyat ham bermabman. Farqi bor. Farqi bor. Kattalar gapirganda yoshlar xo'p desa-da. Gapni ko'paytirmasdan sen meni aytganimni qilgin. Qani tez bo'l. Xo'p. Bo'ldimi, oyi? Endi bo'ldi. Suvni chap qo'l bilan sepsa, uydan baraka qochadi, qizim. Bilmasang bilib qo'y. Oyi, shu baraka ham cheledagi suvga qarab qolganmidi? Senga gap bo'lsa bo'ldi. Eskilarimiz aytgan, gap kelsa qop-qop, ish desa Samarqanddan top deb, a? Sen